20-iyul. Әтеген ishqi minganda yaşanğan qiyirlardan 10 necha odamni oshxonada ilib qoldi. Qolganlarimiz o'mog'mangdiq. Uzun yo'lga qiyirlar mang'almaganlikdan oshxonning yonida bog' urishga ilib qoldimikin deb o'yladim. Ish eg'ir, kunmo erishgandek qizdirib yuz ko'zimisin tarlar munchoqlab yerga tamatdi. Oftobning qizishi bilan bug'doydan chiqqan chang targa qo'shilib yuz ko'zimizni qishishtirib oromini oladi. Yenimda ishlayotganlarga qarasam, yosh qiyri bo'lib, butun odam teri chapan, teri shalvar kiyib ishlayotadi. Yoshlardan teri chapan, shalvar kiyib isib ketmamizlar deb so'radim. Ular kulishib, "Yo'q, shundoq rahat tarlab huzurlanib yurib ishlaymiz. Bizning xalq yozni oz ko'rganlikdan issiqda rahatlanamiz" deb kulishadi. Shu orliqda minbinglar qator ot choptirib kelib, qamchi bilan charaslatib bir qancha odamni urib ketdi. Manga qamchi qachon tegar deb oldirib, o'mi o'rishga boshladim. Minbinglar ketgandan keyin ular teri chapanning foydasini ko'rdingmi? Yalan kiyim bilan mavu qamchi badanga tegsa, go'shingni yulib chiqqan bo'ladi. Bu xasiyatli teri chapan bizni tayoqdan saqlab qoladi. Agar bu qamchi sana tekkan bo'lsa, chumulidek bilingni o'ziga daraydi deb yana kulishdi. Men tinish gap qilmay ishlaydi. Bekor yana kelib qamchilab ketadi dedim. Gugum qorong'uda ishdan tushib tog' ustidagi ko'tarilgan soyda bo'layotgan xalq askarlarining boshlig'i Qoni Peyjangning dahshat chiqargan ovozi ham urilgan tayoqning va qiyirlarning chaqirgan tovushlari anglandi. Shundoq surlik bilindi, yuragim juq qildi. Voy Allah, dunyo jahannamga aylanib ketdi-ku deb turib qoldim. Yenimda kelayotgan Mariya, voy Xudoyim, yana nima ish bo'lgandi deb titrab, o'zini tutolmasdan yig'lab ketdi. Keynimizdan boshqalar yetib keldi. Nima bo'ldi? Biror sizni so'yyotamdi deb sayga qarab yugurib ketdi. Sayga tushsak, Qoni Peyjang atdiyan ilib qolgan qiyirlarni engishtirib qo'yib, qo'lidagi 4 batarliq uzun qo'l chiroq bilan bosh ko'zi demasdan qizil qonga bo'yab urvatadi. Tayoq tekkan siri bechoralar chidamasdan voyjallab chaqirib ketadi. Bular 65-80 yoshlar atrofidagi yashangan odamlar edi. Ularning ichida cho'ng opamning eri Mechit Avzumi bor edi. Bularni ilib kelib, o'zlari loy yasab 300 kesak qo'yishni buyurgan ekan. Amaliyotda kuchi yetadigan ish emas edi. Normani to'shqizmadi deb shu gunohi uchun urgan ekan. Ular qaytib kelgandan keyin ahvolni bilay deb asta bechoralarning yiniga bordim. Ular shuncha ruhsiz, horg'in, midirlig'idek holi yo'q, kiyim-kechaklari loyga milangan, boshlari yerilib qonga bo'yalgan holda o'ltiribdi. Men nima deyishimni bilmay turib qoldim va qiyirganda sizlarga bekmi tas bo'ldi dedim. Ular, "Hey bolam, qiyirganda bu kunni ko'rgicha o'lsak yaxshi bo'ladi. Xudoyimmi bizni olmadi? Bu nima degan xorlanish? Bundaq yashag'ucha koshki o'lganimiz yaxshi edi" deb yig'lashib ketdi. Ularning ko'nglini bezlab bir oz paranglashib o'ltirdim. Bir chetda Mechit Avzi gap qilmay jim o'ltirgan ekan. Yeniga berib hol so'radim. U ham boshqalarga o'xshash ahvolda edi. "Ha, yaxshi" deb ehtiyot qilgandek ko'zlarini yo'g'on ichib, "Ha" deb qo'yatdi. Mana shundoq eg'ir minutlar bilan bir oyni o'tkazdik. O'mi tugab uyga qaytamiz degan chiroyli hislar ko'nglimizni xo'shal qiladi. Atganki choydan keyin butun atrofdagilar yuk taqalarini tengib qaytishga boshladi. Biz ham o'rin ko'rpalarimizni tengib hozirlandik. Lekin qalpoqlarga 4-atrofning o'misini o'rishga borganligimizni uqtirdi. Yuk taqalarimizni dumbimizga ortib tayyor bo'ldik. Beliga granatlarni qistirib, o'ng va so'l murisiga o'q xaltalarni osgan avtomat miltiqni tutib, bir xil rabuchi o'tuk va bir xil kiyim kiygan 8 otliq xalq askarlari ikki chetga bo'linib bizni haydab mangdi. Odati bo'yicha odamlar bor yerga kelganda xalq askarlari o'zlarini ko'rsatish uchun chaqirib har turli tovushlar chiqaradi. Keyinda kelayotganlarni qamchilab, tovlab, cho'qan saladi. Odamlar bo'lsa uy-uylardan yugurishib chiqib, tomosha ko'rgandek yo'lning ikki chetiga yig'ilib, har kim
Türlük sözler bilan ba'zileri haqoratmi qiladi. Balalar tosh, to'p etib xeyli yergacha agishib keladi. Mana shunday qilib 30 kilometr yo'lni besib, 4-cho'ng ataratga osh qursak yuk ko'tarib piyoda herib aran yetdik. Yuklarni yerga qo'yib turishimizga tamoq hozir bo'lguncha etizga berib o'mi o'rib kelisizlar deb kun patgan mezgilda o'mi elib mangdi. Atrofni ko'rguli bo'lmog'ida qorong'u tushganda qaytib keldik. Erlarni 4-cho'ng ataratning iskalatiga o'rlashtirdi. Ayollar traktor remotxonaga joylashdik. Bu uyning traktor kirib chiqqudek yo'g'on eshigi va to'rida aynaklari yo'q bir kichik terisi bor edi. Uyning o'tirsida remont qilish qulaylik uchun yasalgan yo'g'on 1,5 metrlik o'ri bo'lib, uyning ichi mashina yig'ib purab ketgan paskana uy edi. Uyni u yoq bu yoqini tozalab o'rinlarimizni saldik. Bu do'ram minbinglar ichidan eng zolimlarni tanlab elib kelgandek ko'rinadi. İbray, Qapar, Qumar, Shaymardan qatorliq bu 8 xalq askarlari tosh yurak qora ko'ngil zolimligida qoni payjondan qilishmaydi. Bunda qattiq ko'ngil yoshlarni o'z umrimda uchratmagan edim. Ishdan shunda xerib qaytdim. Put qo'limda faqatla kuch yo'q. Yatay deb o'rin silvatatdim. 40-50 bala cho'qirishib biz yotgan uyning eshik terisiga yig'ilib, og'ziga kelgan so'zlar bilan tillab yerga qartib yo'g'on po'jansalarni yog'dirishga boshladi. Xuddi granat portlagandek ovoz bilan portlaydi. Tushgan o'rinda yotgan ko'rpalarni yondiratdi. Ayollar qo'rqindan chayqirib yig'lab ketdi. Haqiqatan shunda qattiq portlaydi. Odamning ikki quloqini yorg'ida qiladi. Men chaqan berib chiroqni o'chirib, ichkargi uyga kirib ketish eshigini oldiga berib yoshirindim. Ballar po'jansini yomg'irlik yog'dirib, u tugagandan keyin tosh to'pi etib bizga orom bermay turadi. Kimdir birisi ballarga vaqirgan edi, ular tarqab atrof tinchlandi. Bu ish har kuni davom qilib, soat 12ga qadar bizga orom bermaydi. Yaxshi so'z qilib to'xtatish yoki qo'rqitib ketkizish mumkin emas. 13-15 yosh oralig'idagi cho'ng ballar edi. Bir kuni kechida ularga bilindirmasin chiqib shu atrofning boshlig'ini chaqirib ko'rsatgandan keyin ballarni yig'ib elib ketdi. Shuning bilan ulardan qutuldik. 22 avgust. Tushlik tomoqni elib bu yotoqqa keldim. Biz turgan traktor remotxonaning ichidagi bir eg'iz uydan engirgan ovoz anglandi. Bu yerda kim bordi deb quloq soldim. Yana o'xshash ovoz anglandi. Asta berib eshikdan ehtiyot bilan beshimni kirgizib qaradim. U uyga kishilar ko'chib kirgan o'xshaydi. 10 necha odamlik o'rin ko'rpini kirgizib qo'yibdim. Faqat bir odam og'rib yotadi. Butun badani ishib, yuz ko'zi ko'rib bo'lmaydi. Kimdi bu? Har holda bizning odamlar deb asta yig'ladim. Sapsilib qarasam, Mechit Avzi ekan. Voy deb yeniq berib chaqirdim. Oran ha deb javob berdi. Nima bo'ldingiz? Bir qattiq ishib ketibsiz-ku dedim. Ha, bugun bo'lolmadim. Og'rimagan yerim yo'q deb javob berdi. Mumkin bo'lsa, Azizga xabar qilay. Kelib sizni elib ketsin, doktorga ko'rsatmasi bo'lmaydi dedim. Shunda qilsang bek yaxshi bo'lar edi dedi. Mumkin bo'lsa, uydagilarga bir xabar yetkazaman deb xotirjam qilib chiqib ketdim. Va'da qilib chiqdim. Bu ahvolda qanday xabar qila olaman? Uy yiroqda, o'zim tutqunda. Agar men billar bilsa, imonimni o'qitar deb o'ylab, eshik oldiga chiqib turishimga bir harov kelib to'xtadi. Singlim Zakiya texi bir necha oylik o'g'lini va bir qo'lida sumkasini ko'tarib tushib keldi. U atrofdagi kishilardan meni so'rab surishtirayotganini ko'rib, oldiga yetib bordim. Men ularni ko'rib bek xush bo'ldim. Balni qo'limga ilib akiltib, "Nemishqa bunda kichik bola bilan kelding? Yo'lda qiynalmadingmi?" deb hol so'radim. Haqiqatan men ularni bek sig'ingan edim. Faqat 15 minutlar so'zlashib oldik. Ishga chiqish vaqti bo'ldi. Men uningga amdi kesh qolmay ketib ol. Bola bilan yiroq yo'llarda qiynalsan deb Mechit Avzining ahvolini aytib, uning yeniga elib kirdim. Zakiya xabar qilgandan keyin ertasi tush vaqtida Aziz kelib Mechit Avzini elib ketdi. Men Azizga "Sen shaharga doktorxonaga elib ket. Ikkinchi Nansanga elib kelma. Mumkin bo'lsa boshqa yerlarga elib ketib, vaziyat vesilg'icha yiroqda turib tursin" dedim.
Mecid Avzining yer islohotida o'ttiri dehqon deb tarkibini ayirib chiqqan. Ularning shahardagi hovlisini al qatorda sotsialistik o'zgartish kirgizildi deb bir ig'iz uy qoldirmay tartib e'longan edi. Qo'lidagi mollarni go'ngshilashdi deb hech narsani qoldirmay yig'ib ketdi. O'zida faqat yog'ochdan yasalgan yo'g'on 3 ig'iz uyi bor. Mana shu uy uchun kapitalizm deb qalpoq kiygizib, mushu kunlarni ko'rsatib yuriydi. Endi bu yerda jinoyatchi lageri deb yig'ib olgan odamlarning ichida men va Tiansan atratining eri pomishchik bo'lib o'lgan 2 Xanzu ayoldan boshqasining hammasi qonun bo'yicha qalpoq kiygizganlar emas. Faqat atrat boshliqlarining ko'rsatishi va ziddiyat tufaylidan yangidan qalpoq kiygizib so'rab chiqqan odamlar, yoshlar bo'lsa shu odamlarning begunoh o'g'illari edi. 24-avgust meni oshxonaga yordamlashish uchun elib qoldi. Oshxona dongning ustida bo'lib, tong qorong'usidan tortib 2 chelak bilan apkashlab suv to'shayman. Attiganlik choydan keyin soydagi etizliqdan 4 tog'or yongyuni qo'lab elib, qo'l harvusi bilan so'rab oshxonaga elib kelman. Oshxonaga chiqqandan keyin bir oz erkinni bo'larman deb o'ylab xushal bo'lgan edim. Biroq ish men o'ylagandek bo'lmadi. Minbinglar Shaymardonni maxsus meni ishlatish uchun belgilab qo'ydi. Men qayerda ishlasam, qurolli holda kaynimdan chapsam bo'ldi deb haydab mangdi. Bu menga etizda ishlagandanmi ig'ir tuyuldi. Biz 4-etarga kelgandan keyin minbinglarning obro'ylari ko'tarilib ketdi. Chunki ularning ustida maxsus minbinglar uchun tarqatgan kiyimlar, putida robochi oyoq, qo'lida avtomat, belida granat, murisida tasmaga tizilgan o'qlar isig'liq, ostida tanlangan yaxshi arg'moq otlar, qo'nchiga qistirib olgan qamcha, o'zlarini bo'lsa hammadan ustun o'ringa qo'yib, urganni urib, o'ldirganni o'ldiradigan huquqi ega bo'lib, ular atrat boshlig'i va boshqa boshliqlardan ustun turadi. Bu ahvol shu atratdagi qizlar oldida ularning qimmatini oshiribdi. Xalq askarlari talaga chiqish bilan qizlar yo'q narsani bahona qilib, ularning atrofiga yig'ilib chaqchaq qilib, to'xtamasdan kulishadi. Keyingi kunda minbinglar birdan qizlarni tutqanligi to'g'risida el og'zida so'zlanishga boshladi. Jallod xarakterlik zolim qoni Peyjangmi xalq askarlarining boshlig'i bir qiz bilan va'dalashganini angladik. Biznikilar hayron bo'lib, uningda muhabbat his bormidi deb ishongisi kelmay qoldi. Keyingi kunlarda Shaymardonning yonida doim bir qiz ayrilmay, nega borsa birga yuradigan bo'lib qoldi. Tushlik tamoqqa yong'u elib kelish uchun etizdan 4 tog'or yong'uni harbiga besib do'nga so'rab kelatdim. Yuk yig'ilishib ketdi. To'xtab qolsam harbi meni sayg'i so'rab ketadi. O'zimni meyib qilib ishlab elishim kerak. Shunglashqa bor kuchim bilan harbini so'raydim. Burnim yerga tegay deb qoldi. Gira tomirlarim ko'pib, harbini oran so'rab chiqdim. Qarasam Shaymardonning oldiga qizi harbidagi yong'yoning ustiga chiqib, 2 putini uzun so'zib o'ltiribdi. Men uning ot eshigidek o'ltirishiga ko'nglim ranjib qarab qolgan edim. Shaymardon cho'sh deb ishorat qildi. U qiz akilab yig'anglab, nima degan kuchlik narsa deb oran harbidan tushib ketdi. U ilib borgan yong'yoni yo'g'on daslarga silib yuyib, oqlab tamoqqa tayyorlab berish mening vazifam edi. Ishdan tushganda herib holim qolmay oran qaytdim. 3-sentabr. Tushdan keyin men suv to'shish uchun eriq bo'yiga tushganimda, cho'ng yo'ldan 2 otliq odam mendan ancha yiroq bo'lmagan yerga kelib to'xtadi. İkisi paranglashgandek bo'lib turadi, lekin ular mening haqimda so'zlashayotgandek diqqati menda edi. Har ikkisi menga qarab turadi. Keyingi martaba suvga kelganimda ular otlarni yetlab, men suv olgan yerda otlarni sug'argan bo'lib keldi. Suvni uningdan boshqa yerdan elish mumkin emas, chunki semont eriq bo'lganlikdan boshqa yerlarda suv elib bo'lmaydi. Men suv olmoqchi bo'lib turganda ular atrofga qarab qo'yib, "So'yingul, sizga Sharqiy Turkiston tashkilotimiz nomidan va barliq qarindoshlarimiz nomidan sizga inqilobiy salomlarimizni elib, sizdan hol so'rab keldik. Sizni biz har vaqt hurmat bilan eslab turamiz. Siz xalqimizning qalbida yashaysiz. Siz xalqimizning botir qizi" dedi.
Bu so'zlarni anglagandan keyin yuragim sakrab, vujudim to'lqinlanib ketdi. Ömrümdə cheksiz xo'shallik his qildim. Yuzlarim qizarib ichimda bir toshqin ko'tarilib kelayotgandek bo'ldi. Sharqiy Turkiston tashkiloti mavjud ekan deb o'zimga bir kuch kirgandek, shunda xo'shal bo'ldimki, Sharqiy Turkiston tashkiloti bor deb vaqirib sakragim keldi. Lekin shu minutda menimga bular kim? Tanımaydigan bu odamlarning so'ziga ishinib ketish mumkinmi? Balki hukumatning kishilardan sir elish uchun kelayotgan taktikasimi degan o'y ko'nglimdan kechdi. Bir minutda ko'tarilgan chiroyli his va xushalliqlar xuddi bo'ronda uchib ketgandek yo'q bo'ldi. Shu arada mening bular bilan turg'unimni ko'rgan Shaymardan bizga qarab yugurib kelishga boshladi. Men uni ko'rib otliqlarga qarab kulib qo'ydim va chapsan suvni elib oshxonaga qarab ketdim. Ular meni saqlab turgandek shu o'rinda yarim soat turib, ondan otlarga minib cho'ng yo'lga tushib ketdi. Bir kundan keyin 4-otradning hamma ishini tugatib, tushdan keyin yuk taqlaringlarni tengib tayyor bo'linglar deb buyruq tushdi. Ko'pchilik uyimizga qaytagan bo'ldik deb xushal bo'ldi. Lekin yarim soat o'tmasdan 6-otradga berib ishlaydiganligimizni uqtirdi. Yuklarni traktorga besib, o'zimiz sap bo'lib tizilib mangdik. Minbirlarning muhozara qilishi bilan yo'lga chiqdik. Xeyli uzun yo'l yurdik. 75 odamning mangan oyoq ovozlaridan boshqa hech qanday ovoz chiqmay, har kim o'z xiyoli bilan ruhsiz ketib boradi. Bizning 3 odam oldin ketib borgan O'razan asta minib, men bilan qatorlashib kelib, asta ovoz bilan tog' kayniga yo'shirinib ketayotgan quyoshni ko'rsatib, quyoshqa qarag'ana nima degan chiroyliq. U bizni tashlab ketyotdi. Kunga qarab ko'nglim hajab aski bo'ldi dedi. Sen qiziq odamkansan. Quyosh bizni ilib ketdimi? Uningga qarab nemishqa ko'nglim yerim bo'ldi. Qorong'u tushsa, balki borgandan keyin ishlamay dam olurmiz deb kuldim. Tut xaltangni. Sana nada undaq ish yaxshi ish. O'z ko'nglingni xo'sh qilib ketyapsan-da deb chaqchaq qilib kuldi. Qancha asta so'zlasangmi, gungur qilib chiqqan ovozlarimizni anglab, xalq askarlari ot choptirib biz tarafga yetib keldi. Buni sezgan O'razan 2 kishi kayniga o'tib, olsimi, Minbing Ibray kelib O'razanni 2 qamchi urdi. Qachon menga qamchi tegar ekan deb dumbillarim chimirlab ketdi. Bu qamcha mendan o'tib yenimdagi tinish ketayotgan qiyirlarga tegdi. Ko'p mangmasdan Urumchi shahrining kun betish tarafdagi Qizildog' etigiga yetib keldik. Ondan tosh yo'ldan so'l qo'l tarafga burilib, Harvi yo'li bilan shikirlab kirib ketdik. 15 minut mangandan keyin oldimizdan bir otliq odam chiqib, bizni yenimizga bug'doy etizig'i boshlab bordi. Qorong'u tushib, atrofni ko'rolmagidek bo'lguncha, yo'g'on 2 etiz bug'doyni o'rib bog'lab bo'lib qaytdik. O'mi o'rib bir necha kundan keyin meni yana oshxonaga yordam qilishga chaqirib ketdi. Men uchun oshxonada ishlagandan o'mi o'rag'ini yengil edi. Chunki yiroq yerdan suv to'shib, muzdek suvda to'xtamasdan yong yuyib, oqlash qatorliq og'ir ishlarni tinmay ishlashga to'g'ri keladi. Oxirgi kunlarda shahardan yong ilish uchun mashinalar keldi. Bütün atrofdagi odamlarni yig'ib kelib, qorong'u tushguncha etizga yongni qo'lab, 7 mashinaga qochilib bo'lish kerak edi. Atrof boshliqlari atrofdagi birmi odamni qoldirmasdan chopsam bo'linglar deb yongni etizga haydab keladi. Hammamiz odatdagidan qattiqroq ishlaydik. Shu arada shahardan kelgan avtobusdan bir turkum odam tushib keldi. Atrof boshlig'i ularning oldiga berib, bo'linglar chopsan, yongni mashinalarga qochilib deyli. Bo'lmasa yomg'ir kelyotdi, ham qorong'u tushib ketadi. Bu mashinalar bugun ketish kerak deb u odamlarni haydab keldi. Ularning orasida bir Uyg'ur ayolmi bor edi. Bularmi yugurishib yurib, sevatlar va chelaklar bilan yong'ularni mashinaga to'shyotdi. Shu arada bir qiya-chiya ovoz chiqib ketdi. Heliqi Uyg'ur ayolni atrofdagilar dumbalab urib ketdi. Biznikilar qo'rqindan qo'l-qo'liga tegmay jiddiy ishlaydi. Shundaqdimi, qini qizib turgan zolim minbanglar ularga moslashib jon talishib ishlayotgan bechora xalqni chapsan bo'l deb qamchilab ketadi. Nima ahvol ekanligini hech kim bilolmadi. Yomg'irmi sharildab quyishga boshladi.
Başdan axır suğa çilişib yürüb 7 maşinaga Yangyuni qaçlab yolga saldık. Ertesinden başlap u ayalni bizning aramizga rejim bilan ishlashga qo'shib qo'ydi. Kechalari bo'lsa masala topshirtimiz deb kurash qilib chiqatdi. Men etizga ishlash uchun chiqqanda u ayol mening yonimga kelib ishladi. Xalq askarlari bizdan yiroqlab ketganda u ayol mendan "Siz Uyg'urmi?" deb so'radi. Men kuldim. "Ha, men tatar. Hammamiz bir millat desakmi bo'ladi" dedim. Vayfkam chiroyli bir yosh qiz ekansiz. Nima qilib ularning orasida yursiz? Sizni ko'rib ichim serilib ketdi dedi. Men meditsina institutining o'quvchisi edim. Tashkilotga qatnashganim uchun qo'lga ilinib turmada yotdim. U yerdan chiqqandan keyin rejim bilan Gongshiga elib kelinib qo'ydi dedim. Vah jinim ukam, voy jinim ukam, shundoq chiroyli yoshlik hayotingiz tutqun ostida zoyi bo'lib ketibdi. Bekmi uval bo'pti deb ichini og'ritdi. Men uningdan "Sizga nima bo'ldi?" deb uning ahvolini bilgim keldi. Voy ukam, odam balasiga kelgili kelsa o'zimi sezmay qoldigan. Shaharga hadamlarning uyiga borgan edim. Bechora hadam menga ichi og'rib o'zi yemasdan sevatga selib go'sht, yog', tuxum, non va bir oz ko'ktatlardan bergan edi. Men kelishim bilan mashinaga yangi qachalaysizlar, chopsam bo'linglar desa, oldirab sevatning ichidagi narsalarni bo'shitib ko'tarib chiqibdiman. Uning ichiga hadam gazet selib ondan bergan narsalarni qachilgan ekan. Yangyuni to'kkanda gazet bilan tushib kelsa bo'ladi. Gazetning ostinqi yelbetida mavjushining yo'g'on rasmi bor ekan. Sevatning shoxlari rasmning ikki ko'zini o'yib chiqibdi. Buni ko'rgan menbinglar vaqirab, bu aksil inqilobchi mavjushining ikki ko'zini o'yib chiqibdi deb menga eslab oldi emasmi? O'zimi uning rasmini hamma nimaga besib chiqariverdi. Undaq ishni xislab ishlamdi. Sarang odam bormi, o'ziga o'zi balo topadigan. Jon boqolmay oran yurganda, uning rasmining ko'zini o'yib olganda menga nima foyda chiqsin? U bir qog'oz tursa, ukam, qancha diqqat qilsangmi balo qazo kelganda o'zingni sezmay qoldi ekansan. Ilmek qazo to'qnaq balo degan mushu. Nima deymiz? Endi boshqa kelgandan keyin tortmay, amal qancha deysiz deb dardlik tinib qo'ydi. Va ras, ukam sizga qanchalik vaqt bo'ldi deb so'radi. 5 yildan oshdi dedim. Voy ukam, bundaq eg'ir kun bilan 5,5 yil yashmaq bek eg'ir. Xudoyim yordam qilsin. Shundaq bo'lsa-mu, ruhingizni faqat tushirmabsiz. Mushu xalqning orasida qizil guldek paqirab chiroyli tursiz. Men sizga qarab o'zimga sabr berdim dedi. Etingiz kim bo'ldi deb so'rdim. Pashaxon, sizchi? Men o'z ismimni aytib berdim. Etingiz hechab chiroyli ekan deb turishiga menbinglar kelib qoldi. O'z ishimiz bilan bo'ldik. 25 sentabr 2 traktor bilan cho'ng atarga qaytdik. Yo'llarda har bir atrofda to'xtab, xalq askarlari bilan traktorchilar choy ichish uchun kirib ketganda, traktor atrofiga yig'ilib kelganlar burunqidek tillab, haqoratlab, tosh to'pi yog'diradigan ishlari yo'q. Balki ular suvlar elib chiqib, traktor ustidagi kishilarga beradi. Men tanımaydigan bir qancha kishi kelib qaytdik, sut elib chiqib menga sundi. Rahmat, men usmadim. Mana yoshqa mushu cho'nglarimizga badab yo'lladim va o'zimni hayron bo'ldim. Belikimda va dumbamda yo'g'an oqlatiga qora siya bilan men naq aksin inqilobchi unsur so'ngul deb yozilgan belga bo'lsa-mu, bular nima uchun qo'rqmasdan menga sut, qiytiq va choy sunudi deb o'yladim. Ko'pchilik kelib mendan hol so'rab, ota-onangni taniymiz deyishdi. Xalqning pozitsiyasiga qarab vaziyat bir oz tinchlansa kerak deb o'yladim. Kun patmasdan cho'ng atratga yetib keldik. Traktor cho'ng atrat zalining oldiga kelib to'xtadi. Menbin qoni payjon kelib, hech kim uyga ruxsatsiz qaytmaydi. Hammanglar cho'ng atrat zaliga o'rin ko'rpiringlarni joylashtirib bo'lgandan keyin tomoqlaringlarni cho'ng atrat oshxonasiga berib yeysizlar dedi. Mening uyga qaytish degan xo'shalligim yo'q chiqdi. Kashqurun ini singillarim kelib men bilan ko'rishishni so'rgan ekan, ruxsat qilmasdan qaytirganligini anglab ko'ngil so'z bo'ldim. Cho'ng atrat zaliga 70 odamni o'rlashtirdi. Eshikdan kirganda sol qo'l tarafda 4 kishilik o'ringa men, Mariya va 2 xanzo ayol o'rlashdik. 3 qur qilib hozirlangan o'ringa erlar joylashdi.
Qarang'u tushganda yotoqqa 20 yoshli o'g'li bilan bir buvayni elib kirib, eshikni sirtdan qulflab, minbinglar chiqib ketdi. Har bir odam o'z o'rniga berib, o'rnini silib yotdi. Qolganlar o'ltirib paranglashadi. Heliqi ikki ota-bolaning o'rin ko'rpisimi yo'q. Har bir odamga hayron bo'lib qaraydi. Bizmi birinchi martaba erlar bilan bir yotoqda yetishga to'g'ri keldi. Men uydan ayrilib ishlagandan buyon yeshinib ozoda uxlab ko'rganim yo'q. Oyoq kiyimimni yeshib o'rnimga chiqib o'ltirdim. U ikkisi hayron bo'lgan holda bizga qarab o'zaro shivirlashib so'zlashadi. O'razan ularga qarab, "Ha, satlarga qaydan keldinglar? Nereden keldinglar?" deb so'rgan edi. Ular O'razanning so'zini tushunmasdan, "Nima dedi? Tushunmadik" deb so'radi. O'razan tilining uchisini qarg'a cho'qigandek qalay so'zlaydi. Söyüngül so'rachi meni sartlardan qaydan kelgan minda yig'ilib jo'r ekan dedi. Men ulardan so'rdim. Ular biz Qashqardan ish izlab chiqqan edik. Mushu joyda o'mi urush ishi bor ekan deb shu o'mi ishini ko'tarib elib ishlaydi deb kelgan edik. Bilmaymiz. Darvozadan o'tgandan keyin bizni tutib qoldi. Cho'ng atrofning oyoq tarafga kesakdan darvoza yasab, ikki minbirni saqchi qilib kuzatga qo'yib qo'ygan ekan. Bir kun to'xtamasdan qattiq ishlatib, kash kirishi bilan bizni mushu uyga elib kirib, ishini taqab qo'ydi. Bizga hech nima demadi, bilmadik. Gapini anglab bo'lolmaydigan haqlar ekan dedi. O'razan jirag'an ekening o'xshaysan. Bu yerda sana oshqudek ish nada? Bizdek tayyor qo'l malaylar turganda sizlarga ish oshamdi. Beshingga balo izlasang, mushu yerga kelsang bo'ladi dedi. Buvay O'razanning so'zining qo'polligini sezib, "Ukam bular qandoq odamlar?" deb so'radi. O'razan, "Hey, jindi sart. Biz qandoq odamdek ko'rinyapmiz, bilamsan? Hammamizni Xudo urib, qamchi ostida haydilib yurgan odamlarmiz. Eshikdagi qulupni ko'rmadingmi? Hammamizni say-saylardan yig'ib kelgan sho'r beshona jinoyatchilarmiz" dedi. Buvay, "Qizim, bu o'g'limning so'zini toza tushunib ketolmadim. O'g'lim nima deydi?" dedi. "Aka, bu yerdagilarning hammasi jinoyat qilgan deb yig'ib ilingan rejimdagi odamlar. Shunlashqa bizni bu uyga solab qo'ydi. Ko'rmadingizmi?" dedim. "Voy qizim, sizni shundoq deb solab qo'ydimi? Tova Xudoyim, tova. Bundaq yosh ayol haqni solab qo'yganini umrim bo'yi ko'rmagan edim" deb cho'chib ketdi. O'razan ularga, "Sen gap qilmay, yavaşlık qilib o'ltirsang, bu yerdan ketolmaysan. Keyin senmi bir qora soqol bo'lib, qalpoq ostida qolsan" deb O'razan o'rnidan turib eshikni urdi. Va u buvayga bu yerdan chiqqandan keyin Allohga shukrlik deb sadiqa berganda, "O'z yurtingni tinch aman yetib, yurtingga tinch aman yetib ol. Mushu zamonda bizdek boshqa ishlaydigan ishlamchi turganda sana ish oshmaydi. Bilmagan yerga ish izlab yurma" dedi. Buvay qo'rqindan qattiq o'diqib, badallari titragandek bo'lib ketdi. "Rahmat bolam, rahmat" deb bizning oramizdan chiqib ketgicha ko'z to'rt bo'ldi. Yarim soatdan keyin xalq askarlari kelib buvayning ahvolini anglagandan keyin buning tilini hech kim uqmadi deb elib chiqib ketdi. Yarim kecha bo'lganda buvaylar hojatxonaga chiqish uchun minbirlarni chaqirib, eshikni taqildatib urishga boshladi. Yotoqdagi butun odam uyg'ondi. Eshik oldiga o'ndak odam yig'ilib, minbirlarni chaqirib tovlaydi. "Eshikni och, hojatga bormiz." Hech kim anglab kelib baxmadi. Derizini tushtab yotqanlar da ulaydi. Derizini ocholmadi. Mixlab tashlagan ekan. Kimdir birsi "Voyjon, qanday qildik, chidayolmayapmiz" deb zorlangan edi. Yotqanlardan birsi uyning bulungiga berib, "Hojat qil" deb tovladi. Boshqalar "Voy Xudoyim, suydiki chilishib yotamdiq, eshikka qulub selib nega ketgandir ular" desa, boshqalar eshik taqoqliq tursa, "Endi qanday qiladi" desa, yana ba'zilari "Hey, sagak challar" deb har tarafdan har turli so'zlar bilan yotoq ichi guldir tovush bo'ldi. Oxir bo'lmasdan qiyirlar uyning bulungiga hojat qilishga boshladi. Men yotqanning ichiga beshimni tiqib oldim. 4 oydan buyon tozalik qilib, kiyim-kechak yengishlar kiyolmay, teri chapan shalvur bilan teri cho'riq tortib yashayotgan bu odamlarda odamdan qusqisi kelgidek sesiq puroq chiqib turadi. Kashda cho'riqlarni salsa kishining burniga yerilgudek ochiq hid chiqadi.
Yaşanğan bu odamlar üçün bu ig'ir turmuşda o'ziga qarash emas, har kuni hayot qolganiga xushal bo'lib, har minut o'lim kutib yashayotgan odamlardan og'rinib ayblashga bo'lamdi. Ularga bu turmush yengil emas edi. Turli o'ylar bilan xeyli uzungacha uxlay olmadim. 3 kun cho'ng atrat Gongshi atrofida oktyabr bayramiga tayyorlik qilib, tozalik ishlari bilan shug'ullandik. 28 sentabr kuni mashina bilan Tojan atratiga emgak elib ketdi. Tojanda Emin Töbek, Ziya Töbeklardan qishqa hozirlik cho'plarni chapdiq. U yerdagi odamlar boshqa yerdagi odamlarga qaraganda yaxshi qarshi oldi. Biz 4 ayolga taxtay supuliq ayrim uy berdi. Xalq askarlarga ko'rsatmay choy sutlab, yong'u pishirib, hatto kulgi ko'mib pishirgan nonlarni ilib kelib berdi. Choy ilib kelgan ayol 50 yoshdan oshgan, o'zini to'xtatgan illiq chiroy ayol edi. U menga Ziya Töbek degan mushu yer sening cho'ng buvangning yeri bo'ldigan. U odamlar bekmi yaxshi ko'yimchan, kishilarga ko'p yordam qildigan xalq so'yar odam edi. Bizning bovlarimiz bilan bek yaqin o'tgan yaxshi odamlar ekan deb so'zlashib, xalq askarlari yo'q vaqtda yoshirin kelib hol so'rab ketadi. Boshqa odamlarmi bizga yomon pozitsiya bildirmadi, ammo biz bu joyda uzun turmadik. Bir hafta Ziya Töbekda, bir hafta Emin Töbekda bo'lib 15 kundan keyin cho'ng atrofga qaytib kelishga uqtirdi. Bir qish qaytmay shu yerda ishlaysizlar deb uqtirgan edi. Shuning uchun qishliq kiyim va qilin yotgan ko'rpalarni elib kelgan ekanmiz. Endi bu yuklarni egiz tog'-to'g'onlardan orlab elib menishga to'g'ri keldi. Bizni Ziya Töbekning yelidagi egiz tog' orqali ot yo'li bilan bog'irlab menib To'p terak sayning og'zigacha yuk ko'tarib piyoda mangdigan bo'ldik. Yuk ig'ir, yo'l qiyin, ot yo'lida birdan tizilib mangdiq. Tog'ning eng ustiga chiqqanda putum tiyilib yiqilishim bilan ig'ir yuk meni Tutungu daryosining ustidagi 30-40 metr egizlikdagi tek yerning yeniga elib ketdi. Yuragim og'zimga tiqildi. U yerdan tushib ustixonimni terib elish qiyin edi. Asti toshdan toshqa urilib, do'lqinib eqib turgan yo'g'on toshliq o'stan ustida o'zimga bog'lab olgan yuk. Uni chiqarib etish mumkin emas. Atrofda tutib olg'udek biror narsami, hatto qo'lga iling'udek cho'plarmi yo'q edi. Atrofimda menga yordam qilib tutib qolg'udekmi odam yo'q. Hamma odamning dumbisida ig'ir yuk, ularmi tiyilib yiqilishib, qo'rqib aran kelyotdi. Hamma odam hoy huy deb vaqirishadi. Shundaq tezlik bilan yor beshiga kelib qoldim. Jon halqumga kelib qolgandek bo'ldi. Yordan tushmasga tirishib, atrofdagi narsalarga qo'l uzatib yamashdim. Qo'lim to'p bo'lib o'sgan chiqqa ilishdi. Mahkam yamashib putimni yenimda turgan toshqa tirab aran deganda to'xtab qoldim. Ichimda Allohga shukrlar etib, yordan tushib ketmaganimga xushal bo'ldim. Uninggacha yenimga Jursun bilan Loma Xanzo ayol kelib, mening qo'limni tortib turg'izib oldi. O'lim og'zidan qaytgandek bo'ldim. Yuklarimizni to'p terak sayning og'ziga qadar ko'tarib keldik. U yerda 2 yo'g'on mashina chaqliq harbi kelib turgan ekan. Yuklarimizni harbi bilan elib ketdi. O'zimiz gugum tushganda herib, ussab, qo'rsoq osh cho'ng atarat zalga yetib kelib, yana shu zalga joylashdik. Әдісі yo'l ustiga mavzungning so'zlarini yezish uchun darvoza yasashga Mariya bilan ikkimizni o'rlashtirdi. Bir kun to'xtamasdan kesak maydondan cho'ng atrofning yenidagi yo'l chetiga kesak to'shidik. Mushu bir kun cho'ng atrofning 15-17 yoshlardagi bir to'p bolalar bizning kaynimizdan qolmay qog'ozga qum va ushshaq tosh to'plarni yo'gab bizning ustimizga qartib osmonga ossa, u qog'ozlar egiz chiqqanda echilib bizning beshimizga ushshaq tosh qum to'pi yog'atdi. Bosh ko'zimiz chang to'piga ko'miladi. Mariya bu nima degan xorliq deb yig'laydi. Men Mariyaga yig'lama, bundaq ishlarga yig'laversang ko'z yosh to'shmaydi. Pisand qilmay o'z yo'limizga yuraversak bizni jeli qildira olmagandan keyin oxiri zerikib ketib qoldi. E'tibor qilma dedim. Ular bir kun to'p tosh yoqtirdi. Biz hech narsa bo'lmagandek ishlaverdik.
Tushdan keyin ishdan tushish oldida ini singillarimning uydan chiqib qarab turganini ko'rib, qo'limni ko'tarib salomlashdim. Singlim Zakiya bolasi bilan kelibdim. Men ularni bekmi sig'ingan ekanman. Xushal bo'ldim. Eshik oldiga berib ko'rishkim keldi. Ammo Mariya ikkimizga qarab turgan xalq askarlari yenimizdan 1 minut ketmay haykaldek turib orlab, tez bo'l, chopsan ishla deb to'g'lab qo'yatdi. Erlar bizden ancha yiroq bo'lmagan yerda cho'ng atrofdagilarning uyining o'g'isiga loy silib ishlayotdi. Shu yerdan bir ovoz anglandi. Bizning yenimizga minbin yugurib shu tarafga ketdi. Fursatni kutib turgan singlim Zakiya bilan G'aysha mening yenimga kelib ko'rishib, uydagilarning sog'-salomat ekanligini aytdi. Zakiya bayqi bolalarning sizlarga tosh to'pa yog'dirganini ko'rib, ko'nglim ajoyib yomon bo'ldi. Nima degan xorlash, oyoq osti qilish, sizlarga ig'ir emgak yetmagandek, bularning bu ishini hammadan tas bo'pti. Hajab eski bolalar ekan, biz tarafda bolalar bunda qilmaydi. Ko'nglim bek yomon bo'ldi deb ko'ziga yosh oldi. Qanday qilsan, ularga bir nima narsa deb bo'lamdi, amal yo'q. Boshqa kelgandan keyin chidamasqa chora bormi dedim.